Manda tartib qo'yaymi? Qancha oldi bu? Qo'z qo'shqor sotiladimi? Qanchaga bordi? 35 ga berayotgan qo'yim. Eko'nimi? Eko'ni 35 ga beryapti. To'g'anlar. Mana. Assalomu alaykum. Chop bozor tartib o'tib ketaylik. 7-iyul kuni o'pal to'g'anlar. 2024-yil. No'qat chop bozorini men sizlarga ber tartib berayman. Qo'ldan kelishincha. Darbizni ham tartib qo'ying. Ha, Darbuzdagu. Qayoqdiki? To'mo'yin Kamolsay. O'zbekiston. O'zbekistonmi? Shapsin bomba darbiz keldi. Soching darbiz. Kilogramm qancha bo'ldi kilogramm? 20 dan kilogramm. Kelib qoptir-a? 20 dan. Вообще sochni. Har qo'yin qayoqdiki bu? Bo'g'in ham O'zbekiston, Andalek. Andalek Kampir bo'g'in deydi, qo'shonda. Darbizdan kilosi qancha bo'ldi? 20 so'm. 20 so'm deydi. To'g'anlar, like'dan bosib kiringizlar, boringizlar. Daha bir assalomu alaykum. Bizden YouTube ko'ruvchilar, jalpı Alam Xabar kanalimizdan qatnashuvchilari, alisda ishlab turgan bizning mekandashlar. Boringizlarga Allohning tinchligi bo'lsin deyman. Bugun chop bozor qanday bo'ldi? O'rdan bog'larni qo'ldan kelishicha bilib berayin. Shunday like'ni bosib qo'yingizlar. So'z turdi. Kanalga xat olganda unutmangizlar, patcha knopkasi bor, o'shani bosib qo'ysangizlar, buyursam men sizlarga shunday son chiqarilishlarni chopdan bahosin bilib beraman. Hozirgi vaqtda 40 qo'lda chop boshlanganday voy. Chop o'sha vaqtda qiziq yurib yotgan kezi o'rimlar boshlandi. Chop o'rimda qoldida buyursa 1 oyga yaqin bo'ladi. 1 oyning ichida chopning bahosi qanday o'zgaradi, qanday tempda bo'ladi? Oldida sizlar men birga tashlab ko'raylik. Mana bu yerda qanchadan ekan polvon? Assalomu alaykum. Sizlarmi? Bedeni qanchadan oldingizlar? 330. Can o'rimda? Ikkinchi o'rim? Qayoqdiki? Shamolsa 330 dedingizmi? 330 dan olib turdi to'g'anlar. Qancha dedi? 30. 330. Qancha kilo chiqadi firmaga? Bo'ljonmi? Yaxshilar ekan biz. Qancha ham bular? Qo'yingizchi. Qancha chiqadi taqsir? 15 kilo. 15 kilogram chiqadimi? Chiqadi? 330 shamol sayt qilgan to'g'anlar. Qanchaga berdi? 330 deydi. Samon qancha ekan? 220 deydi. Samon buguncha orpani qo'ygan buni. Samon ekan, ha. Ikkinchi o'rim shamol say 330. Ana chop bozor. Chop bozor qanaqa? Chop bozor bunaqa. Ekspansiya bo'lding ya, polvon. Qancha? Qancha? 250. Qayoqda? O'zgan oralashmi? 250 dek. Mana shuni orpa desa bo'ladi, ha? Orpa? Ha, sotilibmi? Orpa? Oq chopmi? Yo'q, orpa deydi. Qayoqda ekan? Orpaga o'xshash ekan, ha? Qanchadan dedingiz, polvon? 190. 190 dan sotilibdir. 190 dan sotilibdir. To'g'anlar. %90'dan sattir. Shunday kim bosalaydi like'ni bosib qo'yinglar, so'z dedi. Qanchadan oqchi? Qanchadan ketdi? 230. Qayoqdan keldi bu? Oshbuloq qayoqdalar? Qarasudami? Qayoqda? Boshlig'i? 230 dan sotilib turdi, to'g'anlarmi? 230 dan sotilibdir. Mana bu yoqda. Alasda olib qo'yishdi. Chop bozorda chop olganlar ko'p ekan. Mana oldi oqchi ekan.
Qanchadan ekan? Olib bilmadingizmi? O'lgan. Satıldı o. Baksa kaçadan gitti? Kaça? 250? 200. Kayaktığı? 200'den satılıp duran o. Tuğanlar. Kaçadan kattı oğlum? $200'dan satılıptır. Vah. Eng maş şap pazardağı al satarlar. Köp aytpay koyup da bağlarınca. Mana. Ya Allah, mınандай kazıklar dağı var ekan. $210 somdan ekan tuğanlar. Akçap. 180'den kılıdat beribey dat. $210 som dep atıptır özü akçap. Bayman aka, bağ vertasızbı? Kaça verdiniz sana onu? 200'den verdim. Bak, oldu. 250 total. Kayaklık ekan bu. Kayaklık ekan. Özgün. 200 somdan beribey dat bunu. Biz 250 depmiz. 210'dan beribey dat. Buna ak çöp, mayın çöp. Kaça bu o? Selamun aleyküm. Keşke bu. Kaçadan? 170'den. Ya bu arılaş bağın. Kerem. 170'den de tuğanlar. 170'den. De bede kaça sana onu? 260'dan satıldı. İkinci orun mu? Ayaklı kılın. Kızık ya? Ha kökcar. Ha özgün de. Bede kanas düştün ya. 220'dan köp düştü. Ekspersen. Aralaş ekan ama. Tamam mı? Bana istersen. Şu an resmen istersen de gönder. Seni çöptü. Aslı bede olup durat. İkinci orun. Özgün de et. Bayakta daha satılıptır. Kaçadan satılıptır bu? Ekspert sep mi? Ekspert 250'den satılıptır ha. Oldu mu? Oldu. Ya bedeşi bede. Bedege kaça vertaslar? Balban. Selamun aleyküm. Bir de 300'den de Kayaktık kıl. yaptı. İkinci orun mu? Bir mi? Birinci orun deydi onlar. Ha, mana ke tuğanдар. Noqatdagi çöp bozar. Söz türdө mana shunday bekar bo'lgan laykni bosib qo'yingizlar ayvay. Sotildi bu. Qanchadan ketdi? 190. Qayoqda bu? Qurshab cho'va bu lan. Oqchoq. 190dan. Qancha osh bor? 410 ta. 190'dan deydi. Ondan 190'dan satılıptır. 410 dana var.
Sağlam kovar degen. Mal önümüz. Qanchadan berdi buni? Çöp. Yağmur yegan narsa. Qancha ekan bu? Olma. 190 kam var dedi. Bir jamg'ir ko'rgan bunday qanday? Mana ekan ovqatdagi bozor, tuğanlar. Çöp bozor bugun mana shunday bo'ldi. Men qo'limdan kelishcha sizlarga ko'rsatdim, ha. Doğru sizden mi? Kaç kilogram? 20'den bolup ketdi Şamal Sadi. Şamalsa 20'dan. Ana. Alыстağılar. Gözünüzler küybesinde mi? Hem sağın için biraz mesela cazvasın degan oyda. Buna ovqat çöp bozorı. Bizni qaltirmay ko'rib kelayotgan ko'ruvchilar, anandagi ko'pchiligi bizning kanalga qattalbay, podpiska bo'lmay ko'radi. Podpiska bo'lib tursa, mana shunday yangiliklar chiqib turadi. So'zsiz turdi. Inshaalloh, mana bu yerda nima chöp bor ekan. O, çöpni oldingizmi? Qayoqdiki bu? Taşqalaq. Çöp. Qanchadan bu? 220'dan? 220 so'mdan debdi onlar. Ovqatdan. 220'dan. Nega mana shu ko'p. Ko'p alışında jeyin tutamiz. Onlar ovqat.